Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyemiz, bugünkü vaziyetimiz, bugün Cisdağı 2023 yıl 10. ayının 13. günü. Heptiki cuma vatandaş, bugünkü vaziyetimiz evvel baştan başlaydı. 11. günümüz şu günde Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet İşleri Katibi Antony Blinken İsrailiyeni ziyaret kılıp Netanyahu bilen görüştü. Bunun ilkinde bugünletin hazır Iordaniyaga verip Palestin'nin devlet başlığı bilen görüşüdüğün oldu. Bu bir vaziyet. Andi yana bir noktada aytadigan bolsak vatandaşım hazır Beijing mesela hazır kayni yığına çıkıp düştü. Mesela Reis Xi Jinping bugün Fujian'da bugün Zhejiang'da degandek. Bunundaki maksat hazır tahlil qilishga bo'ladiki, Beijing'da o'ltirishga, davomli o'ltirib xizmat qilishga qandaq sal ansirdimi qandaq vaziyatni aytganda. Jungoning vaziyatini aytganda. Ondan keyin Jungo hokimiyat apparatida masalan Li Chang Govyan Davlat Sovetining vaziri, ondan hazır Reis Xi Jinping'ning eng yaqin sabdashi Beijing shahar boshlig'i Saychi o'tirisidagi ziddiyatning taraqqiyotini kishilar hazır to'g'ri xatarlik deb tasvirlayotdi vatandosh. Endi 3. noktada hazır Hamas bilan İsrailga urush to'g'risida endi quruqliq qismlari masalan havo dengizining emas, quruqliq piyoda qismlarning Gaza rayoniga kirdiganligi to'g'risida bu bir xabar keldi. Ondan yana bir vaziyatda İsrailiya hukumati Gaza rayonidagi 1 milyon yaqin Gaza koridori fuqarolarini janubdan Gazaning shimoliga ko'chishiga majburladi. Buni nima sabab ekanligini tushunib bo'lmaydi. Shimoliga ko'chishiga majburladi. Endi bu bir vaziyat vatandoshim. Endiliga haliqi piyoda qismlar shaharga kirdi, Gazaga kirdi, İsrailiya askarlari deganda kishilarda xilma-xil ansirashlar, endi bu jang yomon qattiq bo'ladi degan gap. Ashuna gap so'zlar o'tirib chiqyapti. Bu bir vaziyatning o'zi bo'ldi vatandoshim. Endi sizlarga bugun yana aytadigan ikkinchi bir nuqtada nima desangiz, Yevropa İttifaqı komitetining muavin raisi, ondan diplomatiya ishlari bo'yicha yuqori darajalik amaldori Boril Efendi bugünletin hesapta vaqtini aytgan hazır Beijing'da ziyaretde bu kishi ikki masalaga duch keladi dedi. Bunun biri Jungo bilan savdo munosabatini davomlashtirish, yoki to'qinishga kirib qolmaslik, anadagi Yevropa shirkatlariga adil raqobat maydoni hazırlash. Jungo hukumatining bu to'g'ridagi barliq uqtirish va qonun farmonlarini amaldan qoldirish. Endi 3. noktada kishilik huquq to'g'risida suhbatlashadi dedi. Bu bir ochilgan yo'l yoki yangi boshlangan yo'l degil bo'lmaydi. Yevropa ittifoqi bilan Jungo o'rtasidagi suhbat 12. qatimliq. Bu qatim o'tkazilsa bu 12. qatimliq suhbat bo'ldi ekan vatandosh. Uning ustiga Boril Efendining tayyorlik qildigan yana bir xizmati, masalan Yevropa ittifoq komitetining raisi Ursula von der Leyen hanım bilen Jungo Kompartiyasının reisi Xi Jinping yakın arada görüşüdüken vatandaş sohbet ötküzüdüken vaktini emas yılın ahırıgacha. Yani yılın ahırda bir hesaplaganda 11. ayda Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping'nin San Francisco iqtisod yig'inida ko'rishadiganligi asos jihatdan hesabda muqimlashdi. Masalan, Wang Yi Amerikani ziyorat qiladi deganida vaqt balki 17-18 kuni Beijingda ochiladigan bir yo'l, ikki yo'l belbog' deydigan yig'in-ku. Shu yig'in oxirlashgandan keyin Amerikani ziyorat qilishi mumkin. Ondan Jiang Xinjie Yaponiyaning bugungi xabari kelmadi. Jiang Xinjiening Tunuyungi xabardan keyin, ya'ni keyinli bo'lgan bir xabarda Jiang Xinjie nima dedi deseniz, hozir Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi ziddiyatni iqtisod sohasiga ko'tarib tahlil qilib, masalan
Rossiyadan Jungo'ga kiradigan xam neftning bahosini Rossiya o'ttirg'i qo'yib edi. Jungo taraf bu bahoni qabul qilmadi. Yoki bu baho bo'yicha neftni sotib olishni xohlamadi. Endi bu yerda nayta ayan ishtiga vatandaş soda ticaret sahasida kelishmaganda bu harakat siyaset sahasiga chiqadi. Siyaset sahasida kelishmaganda bu munosabatlarning vaziyati iqtisod sahasiga ko'chadi. Shunda endi shunday bo'ladi, davlat bilan davlat o'tirishga munosabat shunday bo'ladi. Endi shunda ikki ko'rishish, bir Yevropa ittifoqining raisi Xi Jinping bilan ko'rishadi. Bu qatam ham Yevropa diplomati ittifoqining diplomati Boril Apandi 3 masala yuqori aytganda kishilik huquq masalasi, Prezident Joe Biden rais bilan ko'rishganda nima masalalar? Masalan, qaysi masalalar qaraldi? Tushungan olmaydi. Tavotor bir narsa demagandan keyin o'tgan yil 11-oyning 14-kuni Balida rais Xi Jinping bilan Prezident Joe Biden ko'rishganda to'xtalgan masalalarni bir qismi shu vaqtda sizlarga tahlil qildik. Endi bu yil hisobda yana bir qatim ko'rishdi degan gap. Ko'rishish bilan o'ttirda hal qilingan masalalarning darajasi qaysi doiradan qaysi doiragacha. Endi buni ikki davlat boshliqlari belgilaydi-ku. Vatandaşım. Hozir Jungo'da yana bir noktada Shanghai shahrida ko'plagan zavodlar tuyuqsiz taqilishga boshladi. Bunun sababi yana shu iqtisodning taraqqiyoti. Yana bir noktada nima yetishmadi, nima ham ashyo u bu to'liqlab beremedi degandek mazmundimi yoki yana bir noktada hozir Jungo yana virus tarqalganligi to'g'risida xabar chiqyapti. Şu sebeplik mu hozir Shanghayda nurg'unlagan zavodlar taqalib ketdi vatandaşım. Ondan Beijingdagi yana bir harakat haliga da'vo qilib, arz qilib keladiganlar. Burungacha bularga chaqilganligi to'g'risida hech qanday gap yo'q edi. Hozir Beijing soqchi idora organlari bularni tutib, qayerdan kelgan bo'lsa shu yoqqa yo'llash. Beijingda birisining turib qolishi ruxsat qilmaslik. Yani bir yerde kayni yığın eçilyapti degan so'zni boshchilarga shunday qo'ydik. Bundaqda kaynidan yığın eçilish degan gap hokimiyat sistemasi ichida yoki hukumat kabinetining ichida nima jiddiy ishlar yuz berdi. Bu nima tafsili bir narsa demadi. Bu torbatlari va yoki ayrim yozilayotgan xabarlarda, maqolalarda vatandaş bugungi vaziyatning umumiy jarayoni shu. Masalan, bu yerda aytqavaqda Bloomberg agentligi nima deydi desangiz, hozir Yevropa ittifoqi bilan Jungo o'rtasida bo'layotgan savdoning umumiy summasi 900 milliard dollar. Hozir buning tahdidi agar Jungo raqobat masalasida odillikni yo'lga qo'ymay, Jungo'ning davlat egiligidagi shirkatlarga pul qo'shib beradigan tamojna haqqi qo'shib beradigan ish bo'lsa, u vaqtda Yevropa ittifoqi bilan Jungo o'rtasidagi savdo munosabatlari nima? Savdo to'qinishi maydoniga, ya'ni savdo urushiga aylanib ketadi deydi. Bu burun Amerika bilan Jungo o'tirishida bo'lgan to'g'ri savdo, masalan, nurg'un masalalarda boj qo'yish meselesinde mesela savdo vaziyet dünya savdo teşkilatının nizamnamelari xiloflik qilish to'g'risida jidal bo'lgan edi. Hozir bu Yevropa ittifoqi o'rtasida Jungo bilan bu ish yuz beremdi degan masala vatandaş. Endi yuqorida to'xtalganimizda biz shunday chiroyli tahlil qilib keldik. O'zimizcha aytganda endi mesela Rossiya, Jungo şey dedik, Moskvadagi kutib olish dedik, javoban ziyorat qilish dedik. Hozir amaliyot Prezident Vladimir Putin buni rad qildi dedik. Bunun konkret sebeplari o'rtaga chiqmadi. Yani şu sebepten dedi, çünkü Johnson Jay'ning so'zida aytishdi nima dedi? Endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarga Jungo hukumati hozir ma'qul deyishga yetib keldi. Ayliqi diplomatiyadagi ajdor shakllik diplomatiya endi kelib yukunish xarakterlik diplomatiyaga o'zgardi degan so'zlar bilan aytib kelsak, mana shunday.
Endi hozir O'rta Sharq vaziyatida Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 dona avtomatik yetib bor deydi. Endi bugungi xabarda nima deyildi desiniz, Amerika Qo'shma Shtatlarining 101-chi nomer belgilik parashyutchilar qismi Iordaniyaga kirib to'xtadi yoki Iordaniyaga o'rlashtirildi. Buni qo'yib tursangiz, Osiyo endi Tinch okean yoki endi Tinch okean rayonida demak, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Reagan belgilik avtomatkisi Osiyoda yoki Koreya Fushan portiga kelib to'xtadi. Bu yoqda O'rta Sharq, bu yoqda Osiyo. Sen qaraganda Çavşan yerim aralı tünügün dedik-ku. Bir sezgürlük o'ttirg'i chiqatamda qandaq. Tuyuqsizda bu Reagan belgilik avtomatkinin Koreya portiga kelib to'xtaganligi. İşte mana mush yerda vatandosh endi boshda aytgandek hozir siz xavotir qiladigan balki butun dunyo xavotir qiladigan bir masala Isroiliya qurolli qismni yoki piyoda qismlarni Gaza rayoniga elib kirdigan bo'lsa, bu vaqtida bir g'arich yer uchun urush, bir qadam uchun urush, ko'cha urushi bo'ladi vatandosh. Bu ko'cha urushi endi tasavvur qila olmaysiz. Biz urush maydonidamiz ya urush to'g'risi savodimizmi yo'q. Bu ko'cha urushi degan agar o'zimizdan ko'rgan kino olur degandek bo'lgan bo'lsa, bu urush dahshat qiladi vatandoshlar. Yani mush arliqda hozir bugun bir torbitida yani bir İran'ın bir devlet rehberi ismini çıkamaptı. İngilizce yazıp yaptı. Üzümünün düşünüşü bu işine qarasam o hazır Birleşme Front kuruş doğrusu da. Yani İran şu derece götürülendi qandaq. Birleşme Front kuruş doğrusu sözlepti. Bundaqda da hazır O'rta Sharqning vaziyati texmo jiddilashimda qandaq. Bu yerda gap hozir sizlar biz azizlarimiz tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan O'rta Sharq vaziyati Xitoy uchun aytganda foydalanish fursatimi va yoki Xitoy uchun aytganda o'zi o'ylamagan yerdan yetib kelgan tahdidmi? Bu dunyo shundaqmi yoki vatandoshlar? Men dedim o'tunigan plan bilan ishlaydigan davlatlar bu dağ bilen işleydiken devletler, maksatını aydınlaştırıp işleydiken devletler, yani dünyanın qaysi bir borcu gedin şundaq tuyuqsuz vaqalar o'ttirg'i chiqqanda çoğun devletler aldırap qalıdigan vatandaş. Mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlari ham O'rta Sharq vaziyati ham ehtimollik ichidagi Çavşan yerim orli vaziyati. Reagan belgilik avtomatka o'tiribga anda port belgilik avtomatik O'rta Sharqqa shundaq tarqaldi. Tayvan bo'g'zi endi Xi Jinping prezident yaqinda davlat bayramida so'zlagan nutqida Tayvan bo'g'zi faqat tinchlikka muhtoj. Biz har qanday ishni tinch yo'l bilan tinchlik ishga oshiramiz. Har qanday munosabatni tinch yo'l bilan tinchlik ishga so'zlaymiz. Biz hozir Yevropaning va dunyoning Tayvanni texim chunqur va texim konkret tushunishini umid qilamiz. Bu endi bir tinchlik xitobnomasi desangiz bo'ldi. Shunday so'zildi. Endi Jungoning Tayvan quruqlik komiteti nima dedi vatandosh? Senin demakchi bo'g'uning Jungoni tinch yo'l bilan parchalaymiz deganingmi? Unda ish yo'q. Ma Jungolikning bergan javobi. Demak unda ish yo'q. Bu urush tahdidi so'layotdi Tayvanga. Tayvan taraf biz tinchlikda birga turamiz. Masalan, Tayvan bo'g'izida şuarımız shundoq bo'lishi, bizning shuarimiz shundoq bo'lishi, hozir jahonni ko'ryapmiz. Tinchlik. Tinchlik bu prezident Xi Jinpingning so'ziga vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz mana shundoq. Hozir Ukraina mushu bir kun ichida qattiq shiddatli jang qilib, Rossiyaning tanklarini, Rossiyaning Braunbeklarini pachoqlab tashladi. Konkret soni bor edi. Men hozir tayyorlab ulgurmadim, kechiringlar. Rossiyaning Braunbek mashinalari va tank mashinalarini arqadan pachoqlab tashladi. Tunugun urushda Ukraina. Hozir 7 kun bo'ldi deyli hisobda O'rta Sharq, Isroiliya, Hamas to'qinishi yuz bergili. Men 7 kundan keyin Ukraina to'g'risida shunday xabar o'tirib keldi.
Endi mushundaq vaziyat ichida vatandoshim kishilik huquq Yevropa ittifoqi Beijingda qo'ysa, Uyg'ur masalasi yana qo'yilamdi qandaq? Kishilik huquq desa cho'qim Uyg'ur masalasi bo'ladi deb shunaq umid qilamiz. Vatandaşlarım, endi ikki davlat rahbari emas, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden mush yilning oxirida rais Xi Jinping bilan ko'rishdi dedik. Endi Yevropa Ittifoqining raisi Ursula von der Leyen xonim rais Xi Jinping bilan ko'rishdi dedik. Mush yilning oxiridagi natija mush cho'ng davlat boshliqlari bilan uchrashdi deganimizda bunun yönelişi yoki tashqi siyosat yönelishida aytganda Amerika uchun nimadan derak bildi, Yevropa ittifoqi uchun nimadan derak bildi. Ularning konkret taraflari, masalan, Yevropa ittifoqi deb turib, so'da to'qinishga kirib qolmaydi, to'g'ri gap. Endi mushuni Jungoning rais Xi Jinpingning inkasi qanday qiladi, pozitsiyasi qanday qiladi? Gap hozir mishada, endi kishilik huquq masalasi qo'yildi ekan, qanchalik darajada qo'yiladi? Yevropa ittifoqi tarafdan Jungo qo'yilgan kishilik huquq masalasi qanchalik darajada qo'yildi? Siz ko'rlik bilan kutib turibmiz-ku bunda ishlarni vatandoshlar. Shunaqa.